Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Yana Madinadamiz. Sizlarga bir savolim bor. Shu savolimni kommentariyaga yozinglar. Yana Madinada yotibmiz. Osmonda bir dona yulduz yo'q. Nima uchun Madinada osmonda yulduz, oy ko'rinmaydi? Sababi nima o'rtoqlar? Shu savolimga javob yozinglar. Hamma shu yerda edi. Atilla kitob o'qib o'tiribdi. Duolar o'qib o'tiribmiz. Hozir xufton namozi bo'ladi. Keyin uni o'qiymiz. Shu osmonga qarasam bir donam yulduz yo'q. Ne oy, ne yulduz bor. Sababi nima ekan? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kim biladi? Yozib yuboringlar, iltimos, kommentariya.